Assalomu alaykum, hurmatli aziz obunachilar. Usta Masharipov kanali obunachilari. Hurmatli podpисчиклар, xudo xolasa bugungi ishimizdan boshlab oldik. Assalomu alaykum, yana bir varammangiz yaxshimisiz? Sog'likda yaxshimi? Xudo xolasa yana bu ikkinchi qozonxonamiz bu. Yodlaringizda bo'lsa, şu an tarafda betonlarni qo'ydik. Endi bu ikkinchi qozonxonasi bu yerni. Bu yerdan xudo xolasa 30 kiloluk, 10 kiloluk, 15 kiloluk şöyle bir 2 metrlik mangal tushadi. Bu yerimizda g'ida bir 50 kiloluk qozon bo'ladi bu yerda, 50-60 kiloluk qozon. Tak bu yerimizga keladigan bo'lsak, 15 kiloluk, 10 kiloluk, 15 kiloluk qozon bo'ladi. Xullas. Bu ulu qozonimiz devrekinde aylanib ishlaydigan bo'ladi yana. Xudo xolasa. Allah nasip etse yine akşam bellerini betonlarını kuyuşturup getirdik. Xudo xolasa bugün endi belki qozonlarning tiyini kuyuşturamız. Karuşlarni zagotovka etib başlayamiz. Xudo xolasa. Ertang nasip etse ishni boshlaymiz karuch o'rishmani. Xudo xolasa. Bismillah deb. Ajoyib место, suvni bo'yi. Shundan tushib, karbonni tashlab o'tiraverasizlar. Kimda kim agar shuni letniy kuxnya qurdirajak bo'lsa, chayxona, qozon o'jakmi, to'yxonami farqi yo'q. Uyingiz zami chiroylatib, sifatlatib qurib berishimiz mumkin do'stlar. Ekranda nomerlarimiz bor, murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa. Ajoyib etib ko'nglingizdagidek qurib beramiz. O'zingiz musofirda bo'lsangiz ham murojaat qilavering. Uyingizga borib chiroylatib qurib beramiz do'stlar. Sog' bo'lasa, salomat bo'lasa, bizning kuzatishda davom etinglar. Hamma ishni omat do'stlar.